muayyan davr uchun soliqlar va yig'imlarni hisoblab chiqarilishini hamda to'lanishini to'g'riligini tekshirish bu soliq auditi hisoblanadi. Soliq auditi soliq to'lovchining yuqori darajadagi tavakkalchilik toifasiga mansub soliq to'lovchilarga nisbatan o'tkaziladi. Soliq organlari soliq auditini o'tkazish boshlanishidan kamida 30 kalendar kun oldin soliq to'lovchiga soliq auditini o'tkazilishi to'g'risida xabarnoma yuboradi. Agar soliqlarni to'lashdan bo'yi to'lash holatlari mavjud bo'lsa, soliq organi O'zbekiston Respublikasi Soliq qo'mitasi bilan kelishgan holda soliq to'lovchini xabardor etmasdan tekshirishga haqli. Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 7-yanvardagi 1-sonli qaroriga asosan soliq auditi o'tkazish quyidagi hollarda amalga oshiriladi. Soliq tavakkalchiligining yuqori toifasiga mansub bo'lgan soliq to'lovchilarda kameral soliq tekshiruvi natijasi bo'yicha soliq to'lovchi aniqlashtirilgan soliq hisobotini taqdim etmasa yoki aniqlangan tafovutlar bo'yicha asosnomalarni taqdim etmasa hamda taqdim etilgan asosnomalar yetarli emas deb topilgan hollarda ixtiyoriy tugatilayotgan yuridik shaxslar soliq maslahatchilari tashkilotlarining soliqlar bo'yicha xulosalari mavjud bo'lgan soliq to'lovchilar bundan mustasno. Soliq to'lovchining jinoiy ishlar bo'yicha moliya xo'jalik faoliyatini taftish qilinish doirasida faoliyatini to'xtatgan yakka tartibda tadbirkorlar qat'iy belgilangan miqdorda va deklaratsiya asosida jismoniy shaxslardan daromad solig'i to'laydiganlardan tashqari tadbirkorlik subyektlari yuqori barqarorlik reytingining 3A toifadagi tadbirkorlik subyektlariga nisbatan bunda davlat korxonalari hamda ustav fondi, ustav kapitalida davlat ulushi 50% miqdorida va undan ortiq bo'lgan yuridik shaxslar mustasno soliq tekshiruvlari o'tkazilmaydi. Bunda jinoiy ishlar doirasida tekshiriladigan tekshirishlar mustasno. O'tkazilayotgan soliq auditi tekshirishlarida ayrim huquqbuzarliklar ko'p uchramoqda. Hozirgi kunda tadbirkorlik subyektlari tomonidan xarid qilingan tovarlar va sotilgan tovarlarning soni, nomenklaturasi bo'yicha nomuvofiqliklar juda ham ko'p uchramoqda. Ayniqsa, nazorat kassa mashinasi orqali sotilgan tovarlar bilan buxgalteriya birlamchi hujjatlaridagi, ya'ni materiallar hisobotidagi tovarlar soni va nomenklaturasi o'rtasida katta tafovutlar yuzaga kelmoqda. Buning natijasida kamomad va ortiqcha tovarlar mavjudligi yuzaga kelmoqda. Bundan tashqari, Soliq kodeksining 299-moddasiga asosan tekinga olingan mol-mulk, xizmatlar bo'yicha aksariyat tadbirkorlik subyektlari tomonidan foyda solig'i hisobotining daromad qismida ko'rsatmasdan soliq bazasi noto'g'ri ko'rsatish holatlari juda ham ko'p uchramoqda.